Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodicheklik Məsuliyyət Şirkəti tajdorligidagi 4-ci qarar İpək Yolu Sadası proqramısı. Biz zarıqıb kütgan paytlar yetib gəldi. Əlbəttə bizning bu səhnimizdə yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodicheklik Məsuliyyət Şirkəti bizning bu qadimqi proqramimizning tajdorligini oldi. Bu şirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu proqramimizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mas'uliyat Şirkati programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programımızni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Güzel Şinjanның sayohat nuqtalarini, yemek-içmeklerini tang tashviq qilaylik. Güzel Şinjanның taraqqiyotini birlikda ilgari suraylik. O'zingizning ismini degmaguncha men his qilmayapman. O'g'il bola deb o'ylab aylangandan keyin birinchi tuyg'u menda bir xil. Siz hozir mushu naqshingizdagi sig'inish hissiyotini, o'shaning ichiga kirib turib, xuddi mening ichimni o'rtib o'tdingiz-ku hozir. Uygulerimga keldi. Bizning moda gapimiz bo'yicha vijdonimga tegdi bu naqsha. Gap qilma, men o'zim to'g'rilab o'tmayman. To'g'rilab bermasam. Men aytmagan. Shunga demakchi bo'lganda menimda sizga tushadigan naqshlar bor demakchi. Ikki qiz gap qilib baqsin, minnet tanlab qolandi. Pishman qoldim. Oylanma odamni tanlaydigan foyda yo'q. Sizning eng oxirgi qaroringiz? Oxirgi qarorim Aygülman. Mübarek bo'lsin. Mayirimiz Madina Mehmetcan Aygül Gulam Qaydu gruppasiga tanlandı. Ovozingizdan munglarga cho'msak, naqshingizdagi bayonlardan tog' daryo, cheksiz jahonni bir kezib kelgandek bo'ldik. Kuylarga aylangan hikoyalar muhabbat to'rimizdan o'rin olsa, siz uni kuyligichi qandan bo'ldingiz? Men hozir sahnadan tushdim. Mening sahnada aytgan naqsham Sig'inish degan naqsha. Men bu naqshni o'rinlab bo'g'ich arliqda menga Aygül Malim, Mo'minjon Ablikim ustoz, Toshmamat ustoz uchisi o'rildi. Men Aygül Malimni tanladim. Men buningdan keyin Aygül Malimdan texmi yaxshi bilimlarni ilib, buningdan keyin texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Madina naqshi aytgan vaqtda birinchi ovozlar Mənə şunchalik ta'sir qildi, mening yuragimga tegdi. Chunki Madinada shu ovozni boshlagan vaqtisizlar birinchi ovozniki mayli nafas berishi bo'lsin, mayli ovoz tusi jihatdan bo'lsin, odamni o'ziga qartib olaydigan, odamning yuragini titratalaydigan, odamning to'xatlarini o'ltalaydigan bir xil ovoz tusi bor ekan. O'zi shu hissiyotga kirib turib, o'zining butun vujudi bilan, hissiyoti bilan aytdi. Mushu hissiyot menga ta'sir qildi. Shuningga men birinchi bo'lib o'rgandim. Adaş qol teran bir xil o'tirdi. Qo'langa ozuqliq to'liqilsang bo'g'idekchimi? Adaş aldığım gün tek Sedef'nin Warstar markasidagi aptapdan saqlanish prokumsini setib olgandim. Uning tek terib ozuqliq to'liqlashma roli bor ekan. Shuni ishiltib baqsam bo'ladi. Toshmamat qaysi naqshini bekitib birsa? Mushu. Milliy uslubdagi tong jilvisidan boshlab ketmamdiq aka. Tong jilvisi ya? Ha. Ben Mirzakbar Seyrihbar G'ul shahrining Chapchal mayisidan keldim. O'zim san'at joyisi cho'ng'an. Shu sababdan kichik chig'imdan naqshga bo'lgan, muzika bo'lgan o'tdek ishtiyoqim bilan hozirgacha muzikchilik naqsh etib kelyapman. Muqam kasbi qabul qilingandan keyin kasb ustozlarimning yaxshi tarbiyalash ostida kasbiy bilimlarimni texnik mukammallashtirib oldim. Men İpek Yol Sadası programmasiga qatnashishimdagi sabab o'rgangan bilimlarimni texnik mukammallashtirish, shundaqla alohidligimni, kasbiy bilimlarimni joriy qildirish uchun o'zimning eng yaxshi holatini ko'rsatish uchun bu programmaga qatnashdim. Men yaxshi natijalarni olishga cho'qim tirishaman.
Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Attan dilve bilen Kıldi köngülni mekliya Attan dilve bilen Kıldi köngülni mekliya Xuddi bir ak ünçidek Şebnemge toldi her ya Xuddi bir ak ünçidek Toldi her giya Onçalar yaprak yiyip Gülle içildi remre Onçalar yaprak yiyip Gülle içildi renk Gül suyup çıktı şamal Kurak çiçildi ten muten Gül suyup çıktı şamal Kurak çiçildi ten muten Gül suyup çıktı şamal Kurak çiçildi ten muten Ya. Azrak anlaylı. Azrak anlaylı. Kündümün nuru diyen libas Teydi payansız kainat Hayriş bağlar ara Kuşlam yaydigen kanat Şu güzel tacı elbisi Kıldı yürekni zepmişat Başlanar şu tan bilen Tengri zımında hür hayat Başlanar şu tan bilen Tengri zımında hür hayat Rahmet. Kel tonuş bakaylı. Yaxshi sizlar ustozlar. Mening ismim Mirzakbar Saidakbar bo'ldi. O'zim G'ulji Chapchal. Mirzakbar, qara. O'zing ashada o'qiyapsansan ya? Sana shu yerni muqam kesibda o'qiyman. Hozir ya? Ha, 6-oyda tutdi. Ha. Qara. Seningcha bugun qandaroq ifodang? Ifodam ozroq jiddiylashib qoldim. Men mashta o'ylab qoldim. Shaxsan menga nisbatan menga bek yaragan rost gap qilsam. Men bek yaxshi ko'rdim. Rahmat Fukam, shu bir chiroyli naqshni ham olib chiqqaningga. Bir necha ustozlarning hammasining o'xshash qarashi bormi? Yaxshi o'rinlandi. Ha, endi men gap o'tkaga o'xshaydi. Ammo naqshi o'rindagan naqshni o'zimni bakkiliqi, Musobaqaning naqshida emas. bakkiliqi Musobaqa alayda saviya talab qiladigan, yetish o'zining alaydiligini bir joriy qildirib, oldiga ishtirib chiqa oladigan imkoniyati bak az naqsh ekan bu.
Cho'qim shu meni gruppamda hamkorlik bilan yaxshi asarlarni birlikda ro'yobga chiqara olamiz degan umid bilan fursat berish qaroriga kelib. Yaxshi fursat bo'ldi bu. Күндүмүң нур диен либос тейди Mübarek olsun. Mayırımız Mirza Ekber, Seydi Ekber, Taş Muhammed Batur Aydın Az gruppasiga tanlandı. Her nakşının özgü güçlük muğu bolğanıdek, her nakşçının mı puruqu özgüce. Nakşınız arqılıq muhabbetlik qalblarning yürek tarisi çekildi. Sizge mi amet tileymiz. Bu qitimliq İpek Yol Sadası programımıza qatnışıp, özümün nakşını etip düştüm. Bunun desqiğinin bolsa, men birinchi qitim bunda cho'ng saknik nakşı etishim sababidan azroq tambitirab qoldim. Hamda o'zimda azroq yetersizliklar ko'rinib qoldi. Lekin Tashmat Batur ustoz menga o'rindiq aylantirdi. Men uningdan intayin xushal bo'ldim. Endi Tashmat Batur ustozning gruppasiga kirib, o'zimning rolini texim yaxshi joriy qildirishga tirishaman. Yuqorqi mayirimiz Mirza Ekber Tang jilvisi nomidagi naqshini nihoyatda muvaffaqiyatli o'rindab tamomladi. Endi bu inimizniki shu naqshini o'rindashdagi jarayondan bu inimizniki ovozdan men jumladan yana boshqacharoq asarlarni tanlab bu inimizga bergan chog'imizda texmi yaxshi bo'lgan o'zining o'rindash mahoratini joriy qildira oladi degan bir narsani o'zim to'nib yetgachga mush inimizni o'zimning gruppasiga tanladim. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men Abdulla Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryotdi. Ilmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalluqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaydi. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Dünya yulduzi aktiv bakteriyalik cho'lpon mahsuloti. Yoshlik faslingizning yorishig'i, muhabbatlik turmushingizning guvochisi, ehson to'yliq kostyum burunqilari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpet ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpetsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Hərəkət hayatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzoyunuz bolsun. Güçlük sağlam bolay desiniz, ruhluq yaşırıb duray desiniz, Aylın Az Baburbadi Çiniqish mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram elish rayoni, pokiz mo'nchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklishi orqali haqiqiy Çiniqish arzoyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Haqiqiy Çiniqish arzoyingiz Aylın Az Baburbadi Çiniqish mərkəzida qaror topsin. Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqi o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Desem tamasımı giyday Öyümge berip sandıklı ekip Moçenni koyup koçenni elep Bazağa berip tartıklı elep Saklangan mısın dep tizlikte kaytıp Ağızlı ekip Keni işin mihmalla desem Kola bulam şunda bula Dep bulap Hece koçkenday Kola bulam şunda bula Tartık kola Tövendeki nakşımız Xo'p, beshafqat.
Meni ismim Zulxumar. Bu yil 22 yoshga kirdim. Meni asli o'rgangan kasbim kirimchilik, lekin men kichik vaqtimdan tatibla naqsh etishni shunday yaxshi ko'raman. Hozirmi o'zim bir tarafdan kirim qiladigan xizmat ishxonam bor. Ondan lekin yana bir tarafdan naqsh kasb bilan shug'ullanaman. 4-chi qarar Ipak yo'l sadosiga 3000 mayirning ichidan 100 mayirning ichiga kirganimda intayin xush bo'ldim. Bu qatim o'zimni bir sinab beqish maqsadida ham Muşu 4 çoğun ustazdan bilim eliş maqsadida Ipak yo'li tizimlatdim ham. Bundan keyin cho'qim tirishma. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öymülük, import mallar soğutusu qatarlıq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayırlarga omad tilaydi. Yaxshimizlar, bağlıqçı ustazlar. Mening ismim Zulxumar. Bu yil 22 yoshga kirdim, o'zim kirim kasbi bilan shug'ullanaman. Ha. Kirim o'rganyapsizmi yo hozir tijorat qilyapsiz? Kirim o'zimning kirim qilgan xizmat ishxonam bor. Kichigimdan naqsh etishni bek yaxshi ko'raman. Ma'lum sabablar tufayli bu kasbni qilolmadim, lekin
Bundan keyin izchil mush kasbda mang'im bor. Uni qanaqa qilamiz ana? Grimni tang albatta apmaqman. Uni tashib etmang. U degan sizga hozir Grim degan kirimdan ha. Grim degan kirim. Unda bo'lsa bir ma'lum siz uchun o'rindiq aylantirgandek qildi, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Shu chaqdagi hissiyotingizni deb beqaqini. Men asli bek yaxshi tayyorlik qilgan, lekin bu mening tunji qatim cho'ng sahnaga chiqishim. Ham o'zimdan bek jiddiylashish bo'ldi, ham o'zimning ovozimni toz yaxshi anglayolmay qoldim. Bu asli angladingiz qarang. Siz burun boshqa yerda naqsh aytganmi? Ha. Nada? Naqsh 2 yildak bo'ldi ishlayman. Ha. Buni shu quloqdan ko'ramiz. Chunki mushu fikrni qilgan bolalarning hammasi kichik joyda, kichik sahnalarda, yaqin ovoz uskunalari yaqin turgan joyda ko'nib qolgan quloqchi. U yer bek kuchli, ovoz hech qochmaydi. Ma cho'ng o'rinda ashta bo'ldi. Asta-asta ko'nib qolsiz. Kelarki qatimda hozir ma'lum bo'ldi qarang. Demak, kelar qatim siz yana naqsh etasiz. Agar ishlar yaxshi bo'lib qolsa, bir kun burun kelib sahnada bir maslashib olsanlar ham yaxshi bo'ldi. Asta-asta ko'nib ketasiz. Har xil sahnalarda ko'nish kerak. Bo'ldi, rahmat. Mo'minjon akangizning gapini anglaymiz. Beshafqat degan naqshini Odila Sidiq muallimning naqshi, ha? Yaxshi ko'ramsiz Odila Sidiq adingizni? Yaxshi ko'raman. Bizmi yaxshi ko'ramiz naqshisida chiroyli. Sizmi yaxshi bir naqshini tanlabsiz. Bir oz jiddiylashganligingizni bildim. Jiddiylashmagan bo'lsangiz, yaxshi aytib ketalaydiganligingizga ishonchim bor bo'ldi. Shunga sizga yana bir fursat beray deb aylandim. Keyingi musobaqalarimizda o'zingizni yaxshi joriy qildirishingizni umid qilaman. Rahmat. Keling. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Zulxumar Ablat, Mo'minjon Abdikim Al-Nuri guruhiga tanlandi. Chunki yaxshi so'z yaxshi odamga mansub. Yaxshilarga yaxshi qo'llar sunulsin. Yaxshi yo'llarda chiroyli kunlar unsin. Yaxshi yo'lingizning dog'dan bo'lishini umid qilamiz. Men Yipak yo'li 4-qaror musobaqada nazir qaytib tushdim. Bundan burungi mashqlarim shunday yaxshi bo'layotgan. Ondan keyin sahnadagi vaqtda menga ovoz shunday qaytgandek bilindi. Ondan keyin men ikkinchi naqshining ikkinchi kupletiga kirgan vaqtda muzikani anglab bo'lguncha men u yer kirib olmay qoldim. Shuning bilan to'xtab qoldim. Keyin kelgan yerimdan boshlab o'qidim. Asli bunda ahvol yuz bermasa yaxshi bo'ldi lekin shu ham azroq jiddiylikmi bor. Nima bo'lmasin bu meni tunji qatam sahnaga chiqishim bo'lganlik uchun. Menga Mo'minjon Abdikim ustoz o'rlibdi. Shunda xush bo'ldim. Bundan keyin sahnadagi shunday ishlarga cho'qim diqqat qilma. Ham Mo'minjon Abdikim ustozning yetakchiligida men keyingi bosqichlarga cho'qim yaxshi tayyorlik qilma. Endi bu musobaqa bo'lgandan keyin kim yengildi, kim shalindi, unisi aniq emas. Lekin men cho'qim tirishaman. Zulxumar Ablat songlamiz kuchli naqshimiz Odila Sidiqning Beshafqat nomli naqshisini tanlab kiribdi. Bu naqsha o'z navbatida Odila sonimiz nihoyatda to'ldirib, voyaga yetkazib aytilgan naqsha. Garchi Zulxumar bu darajada shunaqa yetib turibmi aytmagan bo'lsa-mu, lekin men bir yangilikni his qildim ovoz ustidagi. Yangilikni his qilib, bu qizni bir yetaklab bir fursat beray. Bu bolalarga bir yangi bolalarning chiqishiga bir fursat beray. Keyingi bosqichlardagi ifodasi qanday bo'lgan degan bir qiziqish bilan bir fursat berdim. Bu singlimizga utuqlarni tilayman. Adashmış uzun yıllardan beri hem nakş etip, uyum koyup, acımacı bir pul kısat kıptım edigine. Şu an bir darak öyyep koyadigan sen bir yaxşırak öy setiş orunu tavsiye kılsan olar. Adashmış ayınlaz bir oyunun aylın ordusu öy taraqqa çekiş şirketler alaqlışı öylleşmesinden en tez suretler kıpırdı. Rasma? Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program guruhidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi.
Onun başka ikinci boğam ayırını Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qimmatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü boğam ayırımızda Şinjan Elnuri Yezigilik Fen Texniki Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qimmatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü boğam ayırımızda bolsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet şirkati 60 ming yuan qimmatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demek mukofot buyumlarımız intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mayırlarımızga şirketler bilan birlikte omad tilaymiz. Adaş evet ballar bilen dal sayısı çıkıp peçet tamaklan pişirip yapkenmem de o. Acayip yaşlıydın adaş. Ben de Elnuri Zıgırı'nın küçük tonluğu var diyene. Tamak asan bek okşaydı ki hem bek epçil. Şunu iyi balaydı adaş. Şunu takılaylı adaş. Qaysini anlığınla va? Chimmy Iron deydi. Chimmy Iron can. Ben İsmet Mehmet, Qarmay şəhərindən gəldim. İlgiri Latin uslubdakı naqşlarını yetitdim. Yaxınqı bir neçə ildən yaxın Amibab uslubdakı naqşlarını yetitdim. Kiçikimdən başlap özüm sənətə qiziqan bolğaçqa, muzikaga, rəsmlərə qiziqan bolğaçqa bu sənətmə özümgə turmuşuğa başqaça bir özgürüşlərni payda qıldı. Bu xitimliq İpək Yolu sadası proqramısını uyuşturğanlıqda mən özüm intayin xoş buldum. Özümün kəmçiliklərini texmi mükəmməlləşdiriş üçün sənət sahəsidəki dost biradarlar bilan muşu sənət toğruluq fikir almashtirish, o'zaro o'rganish maqsadida va muşu sənət to'g'risidagi yangiliklarga intilish maqsadida ko'plagan arzu umidlar bilan muşu maydonga keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, Elnuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi.这风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并不寂寞。你对我那么的好，这次真的不同。也许我应该好好把你拥有，像你一直为我守候。亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我。亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我。爱的路上有你，我并不寂寞。你对我那么的好，这次真的不同。也许我应该好好把你拥有，像你一直为我守候。亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我。亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我。
今夜黑吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并不寂寞，你对我那么的好，这是真的不同。也许我应该好好把你拥有，像你一直为我守候，亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我。爱的路上有你，我并不寂寞，你对我那么的好，这是真的不同。也许我应该好好把你拥有，像你一直为我守候，亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你多么长的时间陪着我，亲爱的人，亲密的爱人，这是我一生中最兴奋的时分。Rahmat. Ustozlar yaxshimisizlar? Men Qarmaydan kelgan Mahir İsmet Mehmetcan. O'zimni qisqacha tushuntirib o'tayin. Men muzika ma'rif kasbini 2011-yil bitirgan. Undan keyin izchil muzika ijodiyati bilan shug'ullanyapman. Yana muzika ma'rifida o'qigan birisi chiqyotdi mana. Menga o'xshash. Sening qayoshing? Muzika, mening qayoshimga. Bu mana naqshni o'zing yozgan naqshan. Yo'q. Bu 90-yılı bir kinonunki PMV-chisi bo'lgan bir naqsh. PMV-chi ashta uzun bo'lamdi-ku. Odamning ismi jiq emasmi aka? Men sal uzun aytib qolibman, chunki bu hikoyalar meniki turmushimga bakrak ta'sir qilganligi uchun men odatda mush naqshni anglagan vaqtimda o'zim bakla odiqim chiqqandek his qilib qolaman. Chunki bu naqshni yo'lda ketib o'tib bir qizchaqninki choyxonada aytganligini anglagan. Shu vaqtida amibab naqshlarning ichida mushtaqmi peyzi bir xil melodiya bor ekan, meni o'ziga jalb qila oldi deb. Kunda degidek odatda naqsh aytgan vaqtlarimda mush naqshni aytaman. Shu bu naqshni men o'zim aytgan vaqtida bakrak hayajonlanib qoldim. Buni to'g'ri tushunsak o'g'idek. Men hayajonga tushundim bu naqshni anglab turasiz. Rahmat mana. Bu hayajonlanish kesiladigan juqumli qo'lidi. Shu av hayajonlangandan keyin cho'qim sana juqdi. Butun vijdonim g'ujuldab. Shunda o'g'anda İsmet, biz ikki o'qituvchini sen uchun o'rinli aylandig'ini ko'rdikchi. Sen bu ko'rding cho'qim. Men bu naqshni anglagan. Men siz aytayotgan vaqtingizda men xuddi Beijingdagi shu choyxona ko'chalarida mangandek his qildim o'zimni, shunchalik rahat. Beklam azade tuyğu berdiniz. Hakikaten huzurlandırdınız meni. Anadaki avazınız şuna özgüçe. Allahide. Hem de ki ma geldik azraq ilqi meselelerini çü. Azraq ilqi ve seklam texmi yaxşı bop gitdi. Sizin iç uslubunuz müştaq uslub mu? To'g'ri. Asasen bütün mush uslubda aytamsiz. Asasen degidek mush uslubda. Ilgari latin uslubidagi naqshlarni aytdim. Keyin Liu Xingge uchun aytishni 2 yil bo'ldi, shunga odatlanyapman. Latincha uslubda aytsangiz yaxshi aytam degansiz yoki ma'noda yaxshi aytam degansiz?
mani esam turmushga bekrak cho'kalaydi ekanman, o'zimni bekrak toniyalaydi ekanman. Latincha uslubda naqsh aytishda, maning o'tashda qanday bir sabab, bazaning sababimi ya? To'g'ri. Bazaning sababi bo'lib qoldi. Men ilgari maktab bitagandan keyin Beijingda izchil muzik chelib o'tgan latin uslubida. Keyindan turmushimni texim yaxshilash uchun xizmatni Shinjongga yo'tkadim. Shu bilan ularningki ehtiyoji naqshi bo'lgan ehtiyoji ommabop uslubdagi naqshlar bo'lg'achqa shu ishlarni o'rganib ashlarningki xizmatni yo'tkash jarayonida men mushu xil turdagi naqshlarningki bekrak men o'zimga sig'indiganligini his qildim. Aldı bilan bu naqshdan ta'sirlandim. Ta'sirlik naqsh ekan. Meningcha naqsh aytishdagi ovozning muqimligi bo'lsin. Bulupma ovozning tuvan qismi bir xil bom ovoz. Ondan shu ommabop uslubning haqiqiy mundaq inchki mundaq halqalarni, ba'zi jichonlarni sen yaxshi egallabsan-ku. Qolgan taraflarda hamda maqtaversak gap degan jiq. Aygul ustozlar ikkimiz tanlabdiq seni. Sen bu ko'nglingda gaplaring bo'lsa deb birimizni tanlab olsang bo'ladimi endi? Bo'ldi, rahmat sizlarga. Shu naqsh uchun men uchun aylanganinglarga men chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu ilgari bu naqshni aytgan vaqtimda shunchalik hayajonda, shundoq ovozimni shundoq payz qilib aytatdim. Biroq tuyuqsiz ma sahnada hamda cho'ng sahna bo'lganligi uchun men o'zim jiddiylashish bo'ldimi yoki bekrak hayajonlanib ketdimmi? Men o'zim fuqamadim. Men o'zim o'ylaganimdek ilqi voyaga yetkazib sizlarga bu naqshni angltamay qoldim. Shundoq turuqliqmi? Ya'ni sizlar menga aylanganliginglar uchun bek xush bo'ldim eng avval. Unda bo'lsa qara, ukam. Biz oxirgi tanlashni hamda sana topshiramiz. Sening oxirgi qaroringni anglaymiz. Sening oxirgi tanlashing unda bo'lsa hozirgi o'zimning hissiyoti bo'yicha tanlasam qanday? Bo'ldi. Shu ustoz bilan berib qo'l ko'rishsam, shu mening tanlashim bo'lsin. Toza bo'ladi. Toza bo'ladi. Qani keling. Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egaligimga, go'zal, hashamatli tez tamoqxonamga gul keltirib, aylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib kutgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, aylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom, hayotda kulli bayram. Aylin az taomlari, aylin az. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dericilik Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjim qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Shu ustoz bilan berib qo'l ko'rishsam, shu mening tanlashim bo'lsin. Toza bo'ladi. Toza bo'ladi. Qani keling.
Ben jığlayman. Ha, bo'pti, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mayırımız İsmet Mehmet, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. Naq meydan etish, naq meydan çalğılaştırış u naqshchining arzusi bo'lib qolmay, naqshini tushunadigan angluvchilarning kutgan umidi. Buning uchun ko'rsatgan tirishchanligingiz va yaratgan natijalaringizga opirin. Çingmi ayren degan naqshamni aytib, Mevlam Memtimin ustoz bo'la, Aygül ustoz aylandi, andiki men o'zim naq maydondagi hissiyatimga, shularniki mening naqshamga bo'lgan tushunchasiga asosan Mevlam Memtimin ustozni tanladim. Endi bundan keyingi bosqichlarda yana bu da amibop uslubdiki, yana ashta boshqa xil uslublarni qo'shgan asosda yana yangicha naqshlarni maydonga chiqish arzuyim bor. İsmet inimning davlat tilida aytgan bu naqshni men bak yoqtirdim. İsmetning mayli ovoz tusi jihatga aloyligi bo'lsin, mayli naqsh aytish uslubi jihatga aloyligi bo'lsin, men yoqtirdigan, qo'llash, yetaklashni xohlaydigan bir tipdagi naqsh ekan. Şuna albatta mening qilayotgan ishimmi shunday ish bo'lgandan keyin bunda tipdagi inilarimizni mening o'zim qo'llash majburiyatim bor deb o'ylayman. Shuning uchun men ikkilanmayla o'rindiq aylandim. Dadaş qaramav Qaydoning inchki pintosining ta'mi bak yaxshi ekan, so'qlar tetib baqa. Rahmat dadaş, men buni yaxshi ko'rib qolganimni bilibsan-da. Tuvandagi naqshimiz tunji qor. Ben Qaysar Baxtiyor G'uljidan keldim. Naqsh kasb bilan shug'ullanayotgani 4 yildan oshdi. Hozir men ham o'sha kasb bilan tarbiyalanyapman. Odatda ommabop uslubdagi naqshlarni ko'proq anglayman ham aytaman. Ota-onamning qo'llashi asosida hamda bu kasbda ancha qiyinchiliklarga uchrab ketmadim. Kichikimda esimni bilsam, ustozlarimizningki naqshlarini do'rab aytib degandek qilib, kichikimning bu bir orzu bo'lib qolgan sababini hozir bu kasbimga nihoyat bir yaxshi ulsib berdi. Bu qitimqi İpek Yol Salasi programmasi qatnashishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimni bir sinab beqish va talentimni joriy qildirish. Men shuning uchun o'zimni eng chong tirishchiligimni ko'rsataman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarımızga amet tilaydi. Tunji qarda uchratim seni, oppoq chiman ustida taman. Tunji qarda uchratim seni, oppoq chiman ustida taman. Yüreklarim soğuktu sen şun, ve lekin pervasız, pervasız sen aman. Yüreklerim soğuktu sen üçün, ve lekin pervasız, pervasız sen aman.
şadlıqdan bək jıraq Söyüb seni külüb baxmadım Yüreğim şadlıqdan bək jıraq Yaxşı görüş günahmı seni Rast sözün nitqina qini Yaxşı görüş günahmı seni Rast sözün nitqina qini Hicranın bergin hatime Vüsalın gayet yetküzgün sen meni Hicranın bergin hatime Vüsalın gayet yetküzgün sen meni Hicranın bergin hatime Vüsalın gayet yetküzgün sen meni Hicranım bergin hatime Vüsalın gayet yetküzgün sen meni Yaxşımısınızlar ustozlar. İsmim Qaysar Baxtiyor, yurtim G'o'lja. Musiqa ma'rif kasbida o'qiyapman. Sening ko'nglingdek bir ish bo'ldimiki deb o'ylayapman. Shunday desam bo'ldi. Unda demasang bo'lamdi. Demasang masalan. Boshqadan fikrimmi? Ko'nglimdek ish bo'ldi deb o'ylayman. Unda olsa nima degan yaxshi qara. Dunyoda buningdek yaxshi ko'nglingda pukkan ustozing sana o'rindiq aylantirgan bo'lsa, bu yaxshi muvaffaqiyat. Mana bu birinchi qadam. Mo'minjonning boshqa fikr bo'lmasa, udillam shu qo'shinga kirib kelsam bo'ladi. Boshqa fikrim yo'q. Yaxshi-ya? Yaxshi. Buni shu biyin ovozlarini ishlatishi shunda bilan bo'ldi-ku. Shunda yaxshi. Qolgan taraflarni biz mana shu guruhga yetaklash jarayonida yetaklab olamiz. Naqshida asosligi kalla ishlatimizda endi. Bunda qarasam aqlliq bola ke bu. Shunga yaxshi umid bor. Yaxshi natija qozonishdan tilakdoshlik bildiramiz. Kelarki qatimdagi sahnada texmi yaxshi naqshlarni anglashni xohlaymiz. Kelajagiga. Rahmat. Yaxshi ko'rish gunohmi seni? Muborak bo'lsin. Mahirimiz Qaysar Baxtiyor, Mo'minjon Abdikim Al-Nuri guruhiga tanlandi. Ustoz ko'rish u tabriklashga arziydigan bir ish. O'z ko'nglingizda tanlagan ustozingiz bilan san'at hayotingizni oxirigacha davomlashtirishingizni umid qilamiz. Sahnaga chiqib, naqshni o'ng'ish holda aytib tushdim. Tunji qitim bunda cho'ng sahnaga chiqqanligim uchun bek tantirab ketdim, lekin chiqib herhalde yaxshi deb o'ylayman. Mo'minjon ustozning o'rnigidan shunday xush bo'ldim. Keyingi bosqichlarda o'zimning eng yaxshi holatini, eng cho'ng kuchini ko'rsataman. Qaysar Baxtiyor inimiz ustoz akamiz Abdulla Abdurahimninki o'z navbatidagi 2004-yillarda model bo'lgan naqshi tunji qarni elib keldi. Ham tunji qarga nisbatan o'zining izdihoatini berib, shu naqshiga bo'lgan texnikalik masalalarni, inchik masalalarni hissiyat berish, ovozlarningki muqimligi jihatda hali o'zininki kuchini beribdi. Hamda qolgan gap bizningki bundan keyingi bosqichlarda bu inimizningki keyingi ifodasiga qaraymiz. Bek chiroyli aytib o'tdingiz juma naqshini. Men sizga bir tortiq berayman. Tortiq? Bu narsa o'qilamsiz?
Ustab ketdiniz arşan sizga tortiq kolalarni sovuq qilay. Taz bir ichib o'tiraman. Kang to'rdosh do'stlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjong Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizga yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Qiymilik qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz xam ashyodan xoli, ozuqlikka kuyishdan xoli, al nuri 5dan xoli, yeshil organik unchiligimi Mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizda yemeklik va tetkik sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Shinjong Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat sherikti Mayirlarimizga omad tilaydi. Rayonimizdan sog'lomlik, yemeklik, ichimlik sohasidagi boshlamchi korxona Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq kolalarmi Mayirlarimizga omad tilaydi. Biz bu minutlarda programmamiz qatnashgan Mayirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga, yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Adaş, men qarsam sen bodanda bevosita og'ritish qilibsa, bu biror foyda ko'rdingmi ya? Foydasi birinchidan qarab, mush nurg'ulg'an mastanlarim ko'paytirgan. Ikkinchidan men pulni yomon chiqardim. Voy, isi. Shuning bilan hurmatli ustozlar, qadrli ko'rmanlar, hozir shunday bo'lganda Aygul, Mo'minjon va Mavlon qatorliq ustozlarning odam soni 15 ga bordi. Ularda bir dilli o'quvchi elish fursati qoldi. Yana musobaqamizni davom ettiramiz. Abral. Ben Seyyara Avrup Gulcu'dan geldim. Kiçikimden sanatxumar ailede doğulup çoğun buldum. Toluksuzda okuyatkan mezgillerimde sanat mektepke imtihan berip, ötüp, lekin ma'lum sebepler bilen ben okuyamadım. Okuyamadım, lekin bu yürekteki bu sanatga olan ot qat'iy o'chib qolmadi. Şunu izchil tirishib, Urumchiga kelib, borgandim işte Gulnur Abliz degan bir muallimdan tutib turib men ovoz ilm jihatdan dars oldim. Dadam meni har doim qizim siz cho'qim qila olasiz, cho'qim tirishing. Hargiz bo'shashmang. Xalqlar nim desa mayli siz cho'qim qila olasiz. Hargiz tashmang deydi. Shu dadamning orzusi bo'yicha men ta hozirgacha bu naqsh kasbning yuragimda bir o't bor, yolqinjab turgan. Ailede benim 2 farzandim bor, yo'ldoshim meni har jihatdan baq qo'llaydi. Shuningdek, bu da şu Yipak yo'li sadasi 4-qaror programmasiga Mayirlarni tizimlatish boshlanibdi degan xabarni anglab, men o'zimni bir sinab boqay degan maqsadda tizimlatdim. Tizimlatib 100 kishlik Mayirning ichiga kirganimdan nihoyat xush bo'ldim, baq xush bo'ldim. Menga berilgan bir fursat bu. Menga bunday fursat doim kelmaydi. Bu fursatdan men ish qilib shunchalik xush, mush fursatda tirishib o'zimningki talentimni cho'qim joriy qildirman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xoli, bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz ham ashyodan xoli, ozuqlikka kuyishdan xoli, al nuri 5dan xoli, yeshil organik unchiligimi Mayirlarga omad tilaydi.
düşleri Sende yaşlar dilekleri Ey gül makanim abral diği Sende yaşlar dileklerim Ey gül makanim abral diği Hey rahmet. Hey, acayip. Kaş derya yüreğini yüreğim suyunudu kalbim dilim Kaş derya yüreğim suyunudu kalbim dilim Yayrar sende benim canu dilim Ey hür makanim abral diği Yayrar sende benim canu dilim Ey gül makanim abral diği Hür makanim abral diği Kiranlar mağlublar. Kiranlar. Sen everedin oğlum avaz çıkmadı da. Ha. Şunda okşaydı, öz əvəz qılan okşaydı sen o berge. Qene. Salam ustozlar. Men Sayyara Arif, yurtim G'ulja. Ondan? Ayıl ayali. Ha, bu siz taxı bir kichikini tursiz nemişqa. Bo'pti. Umi yaxshi. Baxtlik Umi aylık yaxshi. Bugun ish badamni yaxshi badlanmadim. Odat bunday aytmaydi. Odat yaxshi bo'lishi mumkin. Selovda o'qib qoldim. Sen evvel adamның avazını şunda mı doğrap çıkıpsız-da? Birinci misrası başlanğan vaqtlam biz yana bizni aldavatqa o'xshaydimi gruppa deb o'ylab qolgandik. Nima ancha-muncha naqsh aytilgan fursat bormi sizga? Ha. Cho'ng saklagim qattish baqqan. Masalan, İli güldür çolpala senet keçiligide tunji yollug'imni akkordlashtirib men aytgan. 2013. Ondan keyin bu da taranchi G'uljining taranchi programmasiga Yarvasli deb yangi bir naqshamni ishlatib berdi. Qara. Ha, bugun tushundik. Bu jiddiyleşkin rastda. Şuna menimcha bu naqshni bu qiz cho'qim yaxshi ayta oladi aslida. Abay degandek masalalar ko'rildi, ammo shu Sanubarning insosini mo shuncha o'xshitib chiqarishga tirishyapti-da. O gap qilsa bu ovozim o'xshab qolibdi. Shunda dedimi haqlama? Ha, men to'g'ri debman. Xo'p, qarang. Toshmamat akangiz siz uchun
o'rindiq aylantirdi. Bu nima degan yaxshi qarang. Biz shu 4 ma'lum aylansimi birini tanlaymiz. Birgiligi bo'la olamiz. Ammo hammasi yordam qiladi. Hech qachon sizlarningki talablaringlarni yerga qo'yishni xohlamaydi. Ma'lumlar hammasi yordam qildi. Demak, 4 ma'lum o'rilgan taqdirdami, sizning ko'nglingizdagi ma'lumdan birisiga ega bo'la olasiz bugun. Tosh Muhammad siz uchun yaxshi ma'lum bo'la oladi. O'zingiz bilasiz buni. Shunga biz Tosh Muhammadning bir siz to'g'riliq gaplarini anglab boqaylik. Xush kelibsiz Sayyara ukam. Rahmat. Endi naqshining qandaq o'rindig'ingiz to'g'risida jiq to'xtalmay, o masalalarni asosida shu xizmat jarayonida to'liqlab ketamiz. Ham darhol texnik chiqqandan keyin jiddiylashlarning ta'siridan bo'ladi. Ba'zan bir ko'ngildagidek o'rin deyolmaydigan ahvollar bo'lib qoldi. Ammo guruhim kelgandan keyin o'zaro hamkorlash jarayonida sizning buningdanmi ko'p ortiqchiliklaringizni qezib chiqara oladiganligimga ko'zim yetkashga avvalla bo'ldi Sayyara ukam mening guruhimda debla aylandim. Guruhim kelganingizni chin ko'nglimdan qarshi olaman ukam. Sizga rahmat. Rahmat sizga. Hop, boshqa gaplarni yana davomli deyishsizlar taxmin. Keling, ustozlar bilan bir salomlashing. Mübarek bulsun. Mahirimiz Seyyare Aruf. Taş Muhammed Batur ayının az grupsığı tanlandı. Anlıqçının yürükünü çekiş, o bir netice. Ama muallim ustazlarının yürükünü çekiş bolsa, o bir yuqur palla. San'atning cheki yo'q. U faqat har sahnada o'zining eng yuqur ro'yi holatini julalandirish. Hozir bek hayajonlanib o'tiribdim. Sahnaga chiqishdan burun haqiqatan bek o'diqish bo'lib jiddiylashdim, chunki sahnaning bek suri bor ekan. Tosh Muhammad Batur ustozninki o'rligimda men bek xush bo'ldim. Tosh Muhammad Batur ustozning guruhiga kirib, ustozning yetaklashida o'zimda bor bo'lgan talantni chiqarib, bundan keyingi o'tganlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishman. Yuqorida mahorat ko'rsatgan mahirimiz Sayyara Abral deg'i nomidagi naqshini nayt muvaffaqiyatli tamomladi. Sonimizniki o'rindash tarafdagi alayliklarni ko'z tutib, men guruhimda bo'lsa, cho'qim o'zaro guruhdagi a'zolar bilan hamkorlashgan asosda yaxshi bo'lgan narsalarni ro'yobga chiqara olamiz degan ishonchim bo'lg'achqa, Sayyara singlimizga o'rindiq aylantirib, o'z guruhimga qabul qildim. Muhim faoliyatimdan bir suvatda kostyumlarimning tayini qilmoqda. To'g'ri ko'rsam, to'g'ridimi tayini yo'q. Biroq yangi kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam, shu mo'tarli alzoqning kostyumlarini nadash badaninga yarashadi, sifatlik, bahasi muvofiqmi? Bir boqamda. Jura. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qetimki programımızın tajdarlığını aldı. Bu şirketki minnettarlığımızı bildiriş bilen birge. Bu programımızı Şinjan Aylınaz Guruhi alayda talep qilgan sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyat Çeklik Şirketi strategilik hemkarlaşkan. Sizlarga köptün köp rahmet. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yakından yardım bergen. Sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yürüşlük kolaları programımızda alayda qo'lladi. Köp minnatlarımız. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon abdukallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Adashma to'rda qat'iy bir yaxshiroq bunda bir tarjima filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino Abditali yoki izlash Abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'r so'rtasiz. Ketib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Aşağı. Ha. Sizlar tushiringlar. Sizlar tushiringlar. Qaysini anlig'inglar va Dilrabani. Dilraba. Mening ismim Musajon Qodir. Men Aqsu viloyati Baynaydan keldim. Mening hozirgi xizmat o'rnim va kasbim bo'lsa, Baynaya yaqinlik bozorlik
o'tir maktab. O'sha yerda musiqa o'qish kasb bilan shug'ullanaman. Men kichikimdan naqsh anglashni ham, musiqa chalishni nihoyat yaxshi ko'rardim. Men mushuni turtkisida 2008-yili musiq ma'rif kasbi qabul qilindim. Ham shundaqla 2008-yili o'qish bitgandan keyin mushu yaqinqi bozorlik o'tir maktabga musiqa o'qitish kasbida ishga o'rnashdim. Uyim bilan maktabning oralig'i 100 kilometr keldi. Gerçi araliq sal jiroq, jafoliq bo'lsa-mu, shu yerdagi suyimli o'quvchilarning san'at muhitida o'sib yetilish uchun ham shundaqla o'zimning mush kasbni yaxshi ko'rganligim uchun musiqa ma'rifiga bir kishi to'pamni qo'shish uchun davomli turda o'sha yerda xizmat bo'lyapman. Ham shundaqla bundan keyinmi o'zimning rolini to'liq joriy qildirib, mush kasbda musiqa ma'rif kasbida yaxshi mayslarni yetishtirib, keyingi musiqa ma'rif ishlar uchun o'zimning bir kishi to'pamni qo'shmoqchiman. Men Yipak Yo'l Sadat programmasiga qatnashib xush bo'ldim. Mushu sahnada o'zimning rolni to'liq joriy qildirish uchun tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Gözümge düşken çağ yanar kalbimde bir pırak tolup közge çimen her yan yine kalbimde bir pırak tolup közge çimen her yan yine könglimde şu pırak bahar hayran cemalinge karar hemme kamalinge bahar hayran cemalinge karar hemme kamalinge senin şirin vafalinge Jürer men daima müştak Senin şirin vafalinge Jürer men daima müştak Abdülkadir Yareli'nin avazı okşaydı. Abdülkadir'in avazı okşaydı. Rabayım sen Kileşken çok nigarım sen Ömürlük dil rabayım sen Kileşken çok nigarım sen Minim yeni mukamım sen Sana Kıyım yanrar Külüm hıyal bilen hoştur Kömül ve dem bilen tohtur Kararga hiç közüm yoktur Yine kalbimde şu pırak Kararga hiç gözüm yoktur Yine kalbimde şu pırak Bahar hayran
kamolingga sening shirin visolingga yurar men doimo mushtaq sening shirin visolingga yurar men doimo mushtaq yurar men doimo mushtaq yurar men doimo mushtaq. Hey alamet. Rahmet kilinglar. Yaxshimsizlar ustozlar. Men Aqsu viloyati Baynoyishdan kelgan Mayr Musajondan menga o'tliq salom. Men o'zim muzika o'qituvchisi. Shu Aqsu Baynoyishda Yaqariq bozorda o'qitish xizmati bilan shug'ullanaman. Muzika o'qituvchisimi? Ha, muzika o'qituvchisi. Voy, men naqshinimi shuncha bir astoydil o'rganibsiz va aytibsiz. Nihoyat yaxshi chiqdi bu naqsha. Muallimlar toza ta'sirlanmay qoldi. Ta'sirlandik, shaxsan men ta'sirlandim. Ta'sirlanib başa qarab o'tirdim. Yetmekçi o gayri bir yerlerge az qalayotganda holatni his qilib o'tirib qoldim. Lekin yaxshi aytdi ya. Yaxshi aytdi. Buni itiraf qilmasak bo'lmaydi bu inimizning. Yaxshi aytdingiz, haqiqatan. İtiraf qilmay yaxshi aytdingiz deb o'ylayman. Rahmat. Yaxshi aytganda gap yo'q. Bizning oldin qatim mayirlarga qaraymiz-ku buni. Oldin qatim mayirlarningki o'rlash saviyasiga selishtirib turib bizning bugun qabul qilganlarimiz shu ustozlarning biz qart tilimizda chaqchaq qilib deb qo'ydik, hamda vijdoni g'ujildi debchi. O'zimizning tilda ifodalab oldik buni. Vijdoni g'uj qilib ketganda uni to'q eliqi GPGda chiqdi deymizmi? To'q et chiqib ketgan. Terilariga to'q et chiqib ketgan. Shu ta'sirga ega qila olsak bularni shu yerda ularning qo'li midirlab ketadi. Hamda shunday bir narsa kichikina bir narsa kam bo'lishi mumkin. Ayajonga soldiganmi shu ustozlarni-chi? Bo'pti, ishni bo'lmaydi Musajon. Men lekin men Musajonning shu naqshida bir xosligi bor bola ekanligini tushunib oldim. Ammo shu o'qituvchilar bilan birga biz to'yanga tushgandan keyin siz bilan bir aloqalashib, boshqa jihatlarda yana sizning naqshi muzikaga bo'lgan shu ehtiyojingizga bizning yordamimiz tegadi cho'qim. O'zaro aloqalashimiz Musajon bo'lamda. Bo'ldi, rahmat. Saniga mishay kelish uchun jiq jabhat atdingiz. Shu jarayonda siz uchun boshqa to'g'anlarga yurak so'zlaringiz bo'lsa dang. Bo'ldi. Demisizmi? Mushkatim Ipak Yo'li sadasiga tizimlatgandan keyin maktab rahbarligiga xabar qildim endi. Ularni yaqindan qo'llab bo'ldi berib kelgan o'zining kasb bo'lgandan keyin taraqqiy qildirish uchun foyda qilgandan keyin deb shu gapni qildi. Xizmatdoshlarim ham qo'lladi. Men o'zim sinib mas'uldim. Sinibimning boshqa bir o'qituvchi hamdi. O ep qilib, asam berib yaxshi natija qozonib kelgan deb shu gaplarni qilib meni ota-onalarim, ayolim masalan, cho'nglar hammasi qo'llab mang'uzgan. Endi bugun garchi ustozlar o'ringan bo'lsa, o'zimcha bu naqshini hali yaxshi o'rindidim deb o'yladim. Yaxshi. Ondan oxirisida naqsha muzika putkilda 2 kun bo'lgan. Men kelib Abdusami Arikin bilan yaqin og'aydan bo'ldi hisobda. Shu Abdusami men ishlab beraymiz, siz mush naqshni ayting deb. Uni chaqchapa tatdi. Shunga endi Abdusamiga rahmatimni bildirib olsam, aqlingizga barakalloh, nihoyat tez aylandi senda shu udarlar egiz pasib ketdi-chi. Lekin o'zi nihoyat uzun so'zib, yana kirib oldi. Uzun so'zib, udarni to'ldirib, yana kirib oldi. Mana bundaq yerlar balkim o'qituvchilarga sal nima qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mayli, kelar qatimda biz shaxsan men siz bilan tanishib oldim. Sizning mendan keldigan yordam bo'lsa men aymayman. Ma'qul keling uka. To'limi afsus, mahirimiz Musa Qodir bugun tanlanolmay qoldi. Afsus deyishning o'rni yo'q. Musha sahnamizga yetib kelishingizning o'zi siz uchun bir g'alaba. Siz g'alba sahnasida orzuyingiz qanotlangan yurak tevishingizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Siz yanada g'alba qilg'uchi, qanotlanayotgan qush, bix surayotgan maysa, parlagan qip-qizil quyosh.
Ben İpek Yol Sadası programımıza katlaşıp, şu 3 mingdan artıq mayırın arasını 100'ün içine kirip, şu kelgenliğimden birincisine ait hoş olgan. Endi bugün sahne çıqqandan keyin özüm ait hoş oldum. Naqşını özüm hali yaxshi urildim, özüm o'ylagandek urilay oldim endi. Asas jihatdan. Bundan ait hoş oldum. Gerçi ustozlar öğrenmeyen bolsa-mı, bunu özümning herkes yaxshi aytaman deb o'ylamadim. Belki ustozlarga, belki mening uslubim ularnikiga mos kelmagan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Buninglik bilan men bu san'at hayotimni buningni oxirlashtirmayman. Bundan davomli tirishib, texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishaman. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO süpet ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpetsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Azade oliy muhit, mazzilik taomlar, visol to'ylari, qutlug' astilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Aylin Az guruhi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik ve qanitsiz tartuq yürüşlük kolaları. Vah, ma bulke ya. Vah, yani şehrin tem yel kazan yürüyüşteki yemeklikleri mi baken emesmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklem şehrin ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Çarçıgan közleriniz, merdana kademlerinizne to'xtatib qo'yuvatamdı. Көз асырашқы сәл қараватқаныңызны байқадыңызмы? Ular üçün əhmiyyətlik bir soğu tayarlaş kerakligini oylaşdınızmı? Muvaffaqiyatga azlı qalğanda közləriniz bərdaşlıq berəməyəvatamdı. Dünya yulduzu köz asıraş cəvri türlü köz məsələləri üçün özümüzgə sunğan ən güzel hədiyyə. Səfərlərimiz teximi xatircəm və ravan davam etidir. Bu səbi közlər vaxtida asırlışı gerek. Şundala ular kelgüsünü iniq görələydi. Əmdi erişidiğiniz çəksiz hayacan və qəlbə. Köz köngülünün əyniki. O yaxşı asıralsın, onundan işenç balqıb tursun. Dünya yulduzu önümlü köz asıraş cəvhiri. Əmdi biz Nege barısa qağa. Benim ismim Aliya G'upur. Ben Börtla Oblasının Cıgnayısıda, o'qituvchi ailesida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Kichikimdan aqlim bilsam dadam uyda dudda tambirlarni chelib, xalq naqshlarini aytadigan. Men shu dadamning ta'siridan men naqshlarni tan o'rganib, aytib, mesela cho'ng bo'ldim. Andan boshlang'ich o'rta maktablarni yaxshi natijalar bilan o'qigach, maktabdagi faoliyatlarga yaxshi qatnashdim. Andan oliy maktabga o'tganda, agarchi men naqsh kasbiga o'tmagan bo'lsam, mening o'quvim Tibbiy universitetining davolash kasbini bitirdim. Shu jarayonda maktabdagi faoliyatlarga bo'lsin, mayli jamiyatdagi cho'ng kichik faoliyatlarga bo'lsin qatnashib, naqshiga bo'lgan qiziqishim texim eshishga boshladi. Andan men maktab bitirgandan keyin to'y qilib bolalar bo'lgan qadar yana restoranlarda, faoliyatlarda naqsh etdim. Bu qitim İpek Yol Sadasının 4-cü qararına tordan qatnashib, 100 mahir naqshga kiribdim. Men buningda shunda xo'sh bo'ldim. Andan keyin balalarımni uyga o'rlashtirib, mushu musobaqaga qatnashish uchun keldim. Nima bu musobaqada men cho'qim o'zim o'ylagan, yaxshi bo'lgan natijalarga erisha olaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynavatkan Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Məsuliyyət Şirkəti mahirlərimizə omad tilaydı.
bayqagay erkeş tandı ki yağa ürgülmen ey erkeş tandı ki yağa avayda de gözüm toysa toyganda toyganda yüreğim kanmadı yağa ürgülmen ey her cayda seni deymu avayda de gözüm toysa toyganda toyganda yüreğim kanmadı yağa ürgülmen ey her cayda seni deymu avayda de yarım sen nigarım sen nigarım sen ey boynumda tumarım sen ürgülmen ey boynumda tumarım sen avayda de akşemi karanguda yandırgan çırağım sen ürgülmen ey her cayda seni deymu avayda de akşemi karanguda yandırgan çırağım sen ürgülmen ey her cayda seni deymu avayda de Qandaroq ishlar? Shunday yaxshi. Shunday yaxshi. Adiq chiqdi. Xo'sh, qani. Yaxshimisizlar, barliq ustozlar. Mening ismim Aliya G'upur. Men Börtala oblastidan keldim. Men o'qituvchi oilasi tug'ilib cho'ng bo'lgan. O'zingizmi shundami? Ya, o'zim o'qituvchi emas. Bolalarimga o'qituvchi. Zodi o'zini topolmaymiz-ku. Men o'zimning oliy maktab o'qigan kasbim davolash kasbini bitagan. Lekin mushu kichikimdan irsiyat amali tufaylidan menda bor bo'lgan mushu naqshni texmi davomlashtirish uchun, yaxshi ko'rganligim uchun yana hozir naqsh kasbini davomlashtiryapman. Hozir Börtalada bir muzikalik tamoqxonada naqsh aytish bilan shug'ullanyapman. Siz kuchaning naqshlarini yaxshi ko'rdi ekansiz-da o'zingiz, a? Men asosiyatdan aqlimni bilsam, dadam uyda dutardan birlarni chelib, xalq naqshlarini aytadigan. Mening dadamning tegi otishliq. Asosiyatdan jut-jutlarni xalq naqshlarini aytadigan. Men shu dadamning ta'siridan, irsiyat sababidan mendimi kichik vaqtimdan boshlab naqsh aytish qizg'inlik paydo bo'lgan. Ondan maktablarda, o'rta maktab, toki oliy maktab, toki turmushlik bo'lib, bolalik bo'lgacha men shu naqsh aytishni davomlashtirib kelyapman. Xalq naqshlaridan boshqa naqshlarni aytdingizmi?
Xalq naqshlardan boshqa Odatda sizlar klublarda yoshlar yaxshi ko'radigan mau ommabop uslubdagi naqshlarni aytdingizmi? hozir klublarda xizmat sabab bo'lgandan keyin yoshlarimiz yaxshi ko'radigan sho'x jo'shqin naqshlarni aralashtirib aytdimiz. Lekin men yanala mush xalq naqshlarini, andin mush xalq naqshlariga yaqinroq bo'lgan ijodiy naqshlarni yaxshi ko'rib aytaman. Durust. Ko'rdingiz mana bizning muallimlar hammasi sizni xohlayotdi-da. Birinchi misra boshlang'ida o'zim oydin aytdim. Yurak ato qildim. Shunday-ku, ha? Rahmat aka, shirkimizga. Sap. Mana. Endi u quruq rahmat deb qolsa bo'lmaydi-da. Javob qaytardi. Javob qaytarish kerak-da, javob qaytarish kerak-da. Yuzimizni yo'riq qilish kerak-da bu yerda. Men naqshingizni shunday yaxshi ko'rdim. Bu naqshni biz oila bo'yicha yaxshi ko'ramiz. Siz xuddi kichikingizning aqlingizni bilsangiz, ota-onangiz duta tambirlar bilan mush naqshlarni, xalq naqshlarini aytib, sizning quloqingizga singdirganga o'xshash. Meningmi oilamda cho'ng dadam, ya'ni bovam Abdulla Abdurimning dadasi mush naqshini aytadi. Naq mush naqshini aytdi, aka. Alamat. Kucha xalq naqshlariga nayt amraqdi. Mush naqshini aytib, qaldırgan Ünal Gülendisimi uyimizde var. Şu pete hazır saqlanıyotidu. Shunda bo'lg'achqa bu naqshaga bo'lgan hurmatimiz cho'ng, lekin sizning ijroyingizdami shunda bir puraqlar o'ziga tushliq yetishgan holatda chiqdi. Shunda bo'lg'achqa sizga madad berish uchun va bundan keyin sizning yana biz bilan birga mengib ketishingiz uchun men o'rindiq aylantirdim. Ondan ommabop naqshlarga kelgan vaqtda gap ketmaydi. Shunga fursatingiz intayin kengri. Yana bir gapni deb qo'yay. Mening gruppamda 15 o'quvchi to'ldi. Birisi qoldi. Anadan keyin uning 3 qizi bola. Sizni juplab 2 jup qilmoqchi. 2 jup bo'lsa musobiq qiz edi. Naydi yaxshi bo'ldi. O'zingizga agar raqobat ilan qilmoqchi bo'lsangiz, mening gruppam kelsangiz bo'ldi. Shunga men barliq taktikamni ishlatib mishadi. Mishakagcha mening gruppam kelsangizni qarshi olaman. Rahmat. Aliya qiz shundoq chiroyli aytib berdi bu naqshni. Shu o'tir ovozda, men yuqori ovozga o'tadigan qismida shunchalik siliq holatdan bosh sadoning ichiga akirib ovozni, unisi shunda tatliq bek markazlashgan ovoz, yig'ilgan shunchalik chiroyli, ham qo'pol emas, bek tatliq holatda shu bosh sadoning ichiga akirib ovozimchi. Bu ovozingiz men o'ylayman, endi muqam etsangizmi shunday yaxshi tushkidak, milliycha uslubda naqsh etsangizmi shunday yaxshi tushkidak, mau amibop uslubda etsangizmi bo'ladiganlam. Shundoq pishqan, to'lgan, ham o'rnini topgan, turaqlashgan ovoz ekan. Beklam chiroyli. Agar menga kelsangiz, ba'zi bir masalalarni, ba'zi bir kichik nuqtalarni taxminan inchga hal qilamiz. Rahmat ma'lum. Siz qo'pirjon bilan naqsh aytgan shumi emasmi? Ha, shu. Bu qiz degan hali burun cho'ng sahnlarga, televiziyaning programmalariga naqsh aytib chiqqan. Bu qiz burundan naqsh aytayotgan. Bizning Turpandagi Qo'pirjon Qosim bilan allay balamni aytgansizg'o? Shu bola tug'ilgandan keyin aytibdi sizda. Tonish bilishsiz deydigan deydi. Ya men jazm qilmay uzun bo'pti, men 10 yildek bo'lib ketibdi. Men ko'rib boqmag'ili. Bu programmaga yaxshi kelibsiz, mana yana bir qatam ovozingizni angladik. Menchi bo'lsa qarang, mening fikrim bu ustozlarga ancha o'xshab ketmaydi. Men sizning ovozingizni endi shu boshqa taraflarga zo'lamayman men. Amibop uslubda aytib baqing deb turolmayman. Sizning ovozingiz ash milliychi qilib tushdi-ki. Ash boyam o'zingiz dedingiz, milliy xalq naqshlari yoki xalq naqshlari uslubidagi ijodiy naqshlarga tushdi ekan. Men mushtarabdan shu qulamdan keldigan yordamni ayamay siz bilan bir sapda mengib baqsam deyman hamda. Mening fikrim shu. Rahmat ma'lum. Toshmamat ma'lum keldi. Xush gapsiz ukam. Yaman chiroyli ovoz bilan biz to'lim yoqtirdigan bir ahongni bizga taqdim etib, bizni intayin xush qildingiz, hayajonlandırdingiz.
Şundan ben intayın hoş oldum manaqşını anlap. Muşundaq to'liq o'rindab shuni tamomlaganingizdan men bek hoş oldum. Aldı bilan sizga rahmat aytaman. Bek chiroyli o'rindingiz. Rahmat. Endi maqsadga kelsak, men bu mushtaq xalq naqshlarini etib pishirib mana bugünkidek mishak kelgan. Bu milliy naqshlarni ko'proq aytma. Xalq naqshlaridan ancha-muncha aytma. Shuningga agar xohlasangiz mening grupam kelsangiz, sonlab o'rnida chiroyli yetaklab ketalaydiganga, hamkorlasha oladiganlarga mening ko'zim yetadi fikrim. Rahmat sizga. Hamda biz sizga o'z ifodamizni bildirib bo'ldik. Mushu muallimlarning har birisining sizni nihoyatda yaxshi baholarni berishi, o'zining sizga moyil bo'lganligini ifodalash, sizga ishonch berish. Hammasi nimishqa bu mallar hammasi yaxshi tarbiyalaydigan aniq. Lekin birdan deyishlik sabab sizning qizg'inligingizni taqmi yuqori ko'tardi. Bugundan boshlab o'quvchilarga bir shunday bir qizg'inlikni beramiz. Shuning uchun so'zlaydigan gap. Udulli kasanglar yana o'xshashla o'z xizmatini joriy qildiraverdi. Lekin birinchi qadamda sahnaga chiqqan vaqtinglardan tortib bir qizg'inlikni mush ishqa sizlarga bir jon ato qilish, rag'bat berish bilan mana gaplarimiz uzrab ketadi. Sizning oxirgi qaroringiz? Men İpek Yol Sadası Programması mayırlarının torda bebaş taqçın kömekçi bolsanız, badam aptitan pişirin. Barlıq mayırlar badam saklayın. Adaş, bugün bizden öyle bir hoğu yandık. Hoğu yeyle? Uyandı materyallar bama, hoğu yediğin bulmuşma şerintemden materyalını akip. Adaş, bizden öyle toluq deyme, bizden öyle şerintemden ki hoğu materyallarını işletimiz deyme. Öyle bob ketdi digine bu. Gep şu adaş. Aştaqılı jira. Aştaqılı ma. Mağamdıq. Kang tordaş dostlar, şunaqla ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mayirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mayirni Shinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mayirni Shinjan Aylin Azgroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü boğan mahirimizde Şinjan Elnuri Yezigilik Fen Texniki Terakkiyatçılık şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü boğan mahirimizde bolsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet şirketi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demek mukofot buyumlarımız intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirketlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Ipak Yo'li Sadasi programmamizda bo'lsin. İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek Yo'li Sadasi, İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek Yo'li Sadasi. İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok çiğnası. Hoş avazlar seynası, İpek Yo'li Sadasi. İpek Yo'li Sadasi, sevginin yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yo'li Sadasi. Qadim İpek Yo'lida ajdod bo'lgan chavandoz, Jushqun qon bar tumo
nakşisi hoş avaz Gümüş dağlar çok izi Nur kaynadı yüreğe Büyük karvan var izi aman yeter ileke Büyük karvan var izi aman yeter ileke İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok cigrası Hoş avazla seynası